Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Shu yilning 19-sentyabr kuni hurmatli yurtboshimizning 173-sonlik farmoni qabul qilindi. Farmonda asosiy masala aholi va qishloq xo'jaligining ro'yxatdan o'tkazish masalalari qo'yilgan. Unda vazifalar aniqki, endi bu nima uchun bizga kerak? Bizga ro'yxatdan o'tkazishning demak normalari shunaqaki, shunga qarab prognozlar qilinadi. Mamlakatimizning taraqqiyot yo'llari tanlanadi. Aholining o'sish darajasiga qarab turib, ularga demak xalq iste'mol tovarlarini qanaqa qilib ishlab chiqarish kerak? Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun nima bilan shug'ullanishimiz kerak? Qishloq xo'jaligi demak bu asosan bizning kelajagimiz. Shu joydan demak qishloq xo'jalik xom ashyolari yetkaziladi, qayta ishlanadi. Bu iqtisodiyotimizga katta naf keltiradigan sohalardan bittasi bo'lib qoladi. Demak, har bir ma'lumot taraqqiyotga xizmat qilish kerak. Ana shu taraqqiyotga xizmat qilayotgan hurmatli yurtboshimizning shu yil chiqargan 170 sonlik farmonlari bajarishga har bir fuqaro ana shunga ham mas'ul bo'lishi kerak, ham qiziqish kerak. Demak, shuni bugun amalga oshirishda hammamiz faol qatnashishga chorlashimiz kerak.